Turkiston sammitining muhim messeji sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish yo'nalishida hamkorlikni yanada kengaytirish, mustahkamlash. O'zbekiston yetakchisi e'lon qilgan takliflar, yechimlarning ahamiyati, pragmatik xarakterga egaligi, ko'p qirrali va natijasidan barcha birdek butun turkiy dunyo naf ko'rish bilan ahamiyatli bo'ldi. Umuman sun'iy intellekt va raqamlashtirish yurt rahbarining kun tartibidagi eng ustuvor yo'nalishlardan. Qaysi rahbar raqamlashtirishni kechiktirsa, ochiqlik siyosatimizga qarshi chiqqan bo'ladi deya qat'iy pozitsiyasini ma'lum qilgandi mamlakat yetakchisi. Tugayotgan haftada ham o'zining eng katta maqsadi byurokratiyadan butunlay voz kechilib, qog'ozbozlikni nolga tushirish ekanligini kun tartibiga olib chiqdi. Eng to'g'ri yo'l raqamlashtirish va soddalashtirish dedi davlat rahbari. Prezidentimiz davlat xizmatlari inson qadri, tadbirkorlar uchun qulay muhit va davlat boshqaruvi samaradorligi bilan bevosita bog'liq ekanini ta'kidladi. Har bir vazirlik va idora o'z funksiyalarini qayta ko'rib chiqishi, ortiqcha talab va hujjatlarni bekor qilishi, xizmatlarni raqamlashtirishni jadallashtirish zarurligi qayd etildi. 10 yil oldin davlat xizmatlari qay darajada bo'lganini ehtimol yosh avlod bilmasligi mumkin, lekin kattalar juda yaxshi biladi. Boshimizdan o'tkazganmiz o'sha qog'ozbozlik balosini. Hatto o'sha kezlarda raqamlashtirishga mas'ullar ham masalasini hal qilish uchun bir idoradan ikkinchisiga hujjat ko'tarib yurgan vaziyatlarni ham guvohi bo'lganmiz. Aynan raqamlashtirish ortidan tizimda juda katta sakrash bo'ldi. Odamlar ko'p masalalarda qog'ozbozlik degan ovorgarchilikdan qutuldi. Siyosiy iroda bilan qilsa bo'lar ekan. Biroq O'zbekiston yetakchisining maqsadi juda katta. 2030-yilgacha yurtimizni ortiqcha byurokratiyadan xoli bo'lgan hududga aylantirish. Bir so'z bilan qog'ozbozlikni nolga tushirishni xohlaydi yurt rahbari. Bu fuqarodan, ya'ni siz u bizdan birorta ortiqcha hujjat talab qilinmaydigan tez, shaffof va qulay tizim degani. Tahlilnoma nigohida aholining trillion so'mi tejaladigan yangi tizim tahlili. Pirovard maqsadimiz 2030-yilga qadar O'zbekistonni ortiqcha byurokratiyadan xoli bo'lgan hududga aylantirishdan iborat. Biz birgalikda shunday tizimni yaratishimiz kerakki, fuqaro davlat idorasiga emas, davlatning o'zi har bir fuqaroning oldiga borishi va muammosini hal qilishi lozim. Bu yangi O'zbekiston davlat boshqaruvining zamonaviy va insonparvar qiyofasi bo'lishi zarur. Bu odamlarga qulaylik, ham vaqtning, ham naqdning tejalishi, xalq davlat idoralariga emas, davlat xalqqa xizmat qilishi kerak tamoyilning amaldagi ifodasi. Ilgari birgina mana shu smartfon orqali davlat xizmatlaridan hech qanday korxonaga, idoraga bormasdan foydalanish mumkinligini kim tasavvurga sig'dira olardi? Bugun mygov.uz platformasi orqali 700 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilyapti. Bu yil ularning sonini yana ham oshirish rejalashtirilgan. Yangi O'zbekiston bu bordagi islohotlarni jadallik bilan davom ettiryapti. Tugayotgan haftada prezidentimiz ayni mana shu masalaga alohida e'tibor berdi. Byurokratiya rivojlanish uchun eng katta to'siqlardan biri, ayniqsa daqiqani pulga chaqadigan tadbirkorlar uchun katta muammo edi bu. Tahlillarga ko'ra, bugungi kunda davlat organlarida 5650 ta funksiya, biznesni tartibga soluvchi 42000 dan ziyod majburiy talab va 1041 ta davlat xizmati mavjud. Yangi O'zbekiston raqamlashtirish va soddalashtirish yo'lini tanlayapti. Tarixiy jarayondamiz. Iqtisodiyotimizga nol byurokratiya atamasi kirib kelyapti. Darvoqe, nima uchun O'zbekiston bu borada Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlik qilyapti? Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Maxsus dastur ishlab chiqildi va bu jarayonlarni yanada tezlashtirish, takomillashtirish uchun loyiha ofisi faoliyati yo'lga qo'ydi. Biz ayni shu yerdamiz. Ko'rib turganingizdek, Birlashgan Arab Amirliklari mutaxassislari bilan hamkorlikda bu yerda O'zbekistonda mavjud elektron platformalar o'rganilyapti, tahlil qilinyapti, kerakli tavsiyalar ishlab chiqilyapti. Maqsad bitta: odamlarga qulaylik yaratish, sarsongarchilik, ovoragarchiliklarni oldini olish va bugungi shiddatli davrda oltindan-da qimmat vaqtni tejash. The United Arab Emirates and Uzbekistan enjoys a very
tight relationship. Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston hukumat darajasida ham, xalqlar darajasida ham juda mustahkam aloqalarga ega. 2019-yildan boshlab har ikki mamlakat davlat boshqaruvidagi ilg'or tajribalar asosida o'zaro bilim almashish uchun hukumatlar aro tajriba almashish dasturini yo'lga qo'ydi. Ushbu dastur O'zbekiston xalqi va O'zbekistondagi biznes uchun juda muhim, chunki uning asosiy maqsadi O'zbekiston hukumati doirasida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, davlat boshqaruvini takomillashtirish, shuningdek ushbu mamlakat aholisiga davlat xizmatlari ko'rsatishni yaxshilashdan iborat. Biz O'zbekiston prezidenti janobi oliylari tomonidan noyabr oyida ishga tushirilgan nol byurokratiya dasturi bo'yicha Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi nol byurokratiya modelini qanday joriy etish, uni qanday amalga oshirish hamda O'zbekiston aholisi va biznesi uchun ijobiy ta'sir ko'rsatish bo'yicha bilimlarni almashmoqdamiz. The Zero Bureaucracy Program ultimate aim. Nol byurokratiya dasturining asosiy maqsadi davlat bilan o'zaro munosabatlarda odamlar va biznes hayotini ancha osonlashtirishdir. Biz talab qilinadigan hujjatlardagi takrorlanishlarni kamaytirishni ko'rib chiqyapmiz. Shuningdek, odamlar hayotini ancha osonlashtirish hamda davlat bilan o'zaro munosabatlarni ancha sodda va tezroq qilish uchun xizmatlar va tartib-qoidalarni ko'rib chiqish vaqtini kamaytirishni ko'zda tutyapmiz. Biz dasturni O'zbekiston hukumati kutayotgan natijalar va ehtiyojlarga mos ravishda ishlab chiqdik. Birgalikda ishlangan asosiy yo'nalishlardan biri bu nol byurokratiya dasturining raqamli platformasidir. Bu dasturning juda muhim ustunidir, chunki bu barcha operatsiyalarni nol byurokratiya dasturiga oid barcha loyihalarni o'zida jamlaydi. Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi huzurida tashkil etilgan loyiha ofisida bugun ish qizg'in. Yangi tajribalarni o'rganish, moslashtirish, joriy etish, odamlarga yetkazish bu zanjirning har biri o'zaro hamkorlik asosida qilinyapti. Davlat xizmatini birorta ortiqcha hujjat talab qilmasdan tez, shaffof va qulay ko'rsatishga qaratilgan servis davlat modelini joriy etish uchun qanday vazifalar amalga oshirilishi kerak? Biz avvallar oddiygina spravka olish uchun mahallada yoki sudlanmaganlik to'g'risidagi hujjat olish uchun biz ichki ishlar boshqarmasiga borib, o'tirib, sarg'ayib o'tirib kelardik. Bitta o'qishga hujjat topshirish uchun juda katta hujjatlar yig'ib borib, biz shu oynam tagida sarg'ayib turardik, shu hujjatlarimizni qabul qiling deb. Hozir esa oddiygina uyda turib, bemalol telefon orqali ham hujjat topshirsangiz bo'ladi. Xohlagan institutga juda katta qulayliklar yaratilgan deb o'ylayman. Bu mana bu hozirgi yaratilgan tizim 10 yil oldin tasavvur qilib bo'lmasdi. Men o'ylaymanki, albatta biz bu narsaga erishamiz. Prezidentimiz tomonidan konkret topshiriqlar qo'yilgan. Barcha vazirlik, idoralar byurokratiyani bartaraf etish bo'yicha o'zini takliflarini ishlab chiqish kerak va biz mana shu loyiha ofisi mana shu takliflarni samaradorligini baholashimiz konkret vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Bu bo'yicha biz yani Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan amalda oshirilgan va O'zbekistonda buni qo'llamoqchimiz. Bu yangi mexanizmlar, bular Mr. Shopper, Customer Council, Customer Pulse kabi mexanizmlar orqali vazirlik va idoralarda byurokratiya bartaraf etilganligini baholashimiz mumkin bo'ladi. Mr. Shopper juda ham bu qulay, Birlashgan Arab Amirliklarida mobil ilovasi orqali foydalanar ekan. U yerda ko'p yozuvlar bo'lmaydi. Masalan, deylik, talabalarni qiyosga oladigan bo'lsak, universitetda sizga qabulga yozilmoqchi, siz rektorga. Sizni qabul qildimi? Qabul qildi bosiladi yoki qabul qilinmadi deb bosiladi. Ovoragarchilik bo'lmadi, mobil ilovasi orqali ball qo'yilib ketiladi va shu natija orqali biz ham mana shu xizmatni byurokratiyasi bartaraf etildi yo'qmi, shuni biz baholashimiz mumkin bo'ladi. Hozir bo'lib o'tgan seminar davomida O'zbekistonda mavjud platformalar baholandi-da, ya'ni 7 ta yulduz, 5 yulduz. Umuman bizni hozir ishlab turgan platformalarimizga qanday baho berasiz? Zero Bureaucracy platformasi bu O'zbekistonda yangi mexanizmlardan biri hisoblanadi. Bu avval bo'lmagan. Bu vazirlik har bitta bizda 72 ta vazirlik tanlab oldik shu yil davomida va kelasi yildan 100% hammasini qamrab olamiz. 72 ta vazirlikdan vazir o'rinbosarlari mas'ul bo'lib hisoblanadi. O'zlari taklifini berib va biz buni ko'rib, qanaqa normativ hujjatni o'zgartirish kerak va nimalarni hammasini detalni yozib bo'lgandan keyin va biz uni qabul qilib olamiz va maxsus tugma bosilgandan keyin va unga muddat beriladi, deylik 6 oy yoki 7 oy muddat beriladi va o'sha vazirlik o'sha mas'uliyatni bo'yniga oladi va o'sha vaqt muddatida bajarish kerak bo'ladi. Va eng qizig'i shundan iboratki, barcha vazirlik, mana shu 72 ta vazirlik mana shu joriy yilda o'zining takliflarini berish kerak bo'ladi. Qaysidir qilmagan bo'lsa va biz rejalashtiryapmiz ularni reyting baholash, masalan qizil, sariq, yashil bo'ladi. Ya'ni qaysi vazirliklar yashil byurokratiyasi ko'proq
ya'ni yechildi, fuqarolarga foyda bo'ldi. Xuddi shunday yechilmagan masalalar bor. Bu ham masalan deylik qizilga tushib qoladi. Bu Birlashgan Arab Amirliklarida bu 7 yulduz deb baholanar ekan. Agar deylik bir qiziq holatda juda yaxshi imkoniyatlar yaratib bergan vazirliklarga kirish joyiga xuddi mehmonxonaga o'xshab 7 talik yulduz belgilab qo'yilar ekan. Bu yil nechta vazirlik, idoralar mana shu 7 ta yulduzni ola oladi? Endi qiyin bo'ladi. 2030-yilda juda ko'p bo'ladi deb o'ylaymiz. Prezidentimiz katta ishonch bildirganlar, bu strategiyada ham kiritilgan. Men o'ylaymanki, mana shu ishonchni oxirigacha oqlaymiz. Byurokratiyani qisqartirish choralari 2026-2030 yillarda iqtisodiyotni qo'shimcha 13 milliard dollarga o'stirish imkonini berishi prognoz qilinyapti. Bu masalaning bir tomoni. Ikkinchi tomondan davlat xizmatlari aholiga qancha tez va qulay ko'rsatilsa, odamlarning davlatga ishonchi shuncha oshadi. 783 ta davlat xizmatiga 0 byurokratiya tamoyilini joriy etish. Bu natijaga erishish uchun qanday ishlar qilinyapti? Bugungi kunda Adliya vazirligi tomonidan 500 dan ortiq davlat xizmatlarini barcha bosqichlarni qisqartirish masalasi ko'tarilmoqda. Masalan, bugungi kunda fuqarolar ismi, familiyasini o'zgartirganda, u boshqa idoralarga ham borishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni uni haydovchilik guvohnomasi, xorijga chiqish biometrik pasport yoki ID karta ma'lumotlarini o'zgartirish bilan bog'liq masalalar yuzaga keladi. Kelgusida mazkur oborgarchilikni oldini olish maqsadida fuqarolarning ismi, familiyasi o'zgartirilayotgan bir paytda fuqaro holat davlatni yozish organlari tomonidan bir vaqtning o'zida fuqaroga tegishli haydovchilik guvohnomasi, xorijga chiqish biometrik pasporti hamda ID kartalaridagi ism familiyani o'zgartirish bo'yicha ham ariza yuborish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Albatta 2030-yilga kelib davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan barcha vazifalarga erishiladi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, davlat xizmatlari inson qadri, tadbirkorlar uchun qulay muhit va davlat boshqaruvi samaradorligi bilan bevosita bog'liq. Sohada ilg'or tajribalar ommalashtirilib, barcha idoralar faoliyatida 0 byurokratiya tamoyili izchil joriy qilinsa, iqtisodiyotimizda natijadorlik karrasiga oshishi aniq.